Assalomu alaykum kanalimiz obunaçıları. Obunaçılar Ege'den arzonroqda Damas alaman deyirler için ishonchlidan. Manzil 50 kilo tumani 40 zavatlı mashina. 2010-yil Damas. Mashinamiz srochni sotiladi, bahasam zo'r buni. Kraskasi 100% radnoy mashina deb tekshirib olaverasizlar. Kanalda yangi obuna bo'lamiz, bir like bosib qo'shib unutmaymiz. Mashina kraska urilgan emas, endi azroq zang tushgan yerlari bor. Shu yerlar bor bo'lgani. Mashinamda bir kraska urilgan yeri yo'q ekan. Tekshirib olaverasizlar mashinani. Ege'dan ishonchli mashinalardan. Qo'lovlari o'rtacha. Yurgani 170 ming kilometr yurgan ekan. 170 salonlayla. Patologlar. Mashinani götürüyorlar akuratni. Koyuyorlar bu salonlayla. Nasıl diyeyim bu? Машина Ege'den abonasına ishonchli, srochni sotiladigan mashina. Rasxot yo'q bunda, ha? Avtosattor yemidan rasxot yo'q yana. Mashina ko'rtirsalar. O'zlaring kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mashina bahosini kelsak, bahosi 45 million so'm aytib turibdi. Aytilishi u. 45 million so'm. 45 million emin olsa qaytib kelish belada yeri bor ustunda. Ekrani bilan telefonim bilan qoldiraman. Bemalol o'zlaring kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Keyingi videoda görüşünce sağ olun, selamat olun.